bordi, nima qiliqlari bor edi? Terlab ketardi. Terlab ketardi. Oyog'ini chalishib Oyog'ini chalkishtirib, bir-biriga oyog'ini ishqardi. Yoshi 1 oylik bemor dastlabki kelgandagi shikoyatlar, qanaqa shikoyatlar bor edi, nima qiliqlari bor edi? terlab ketardi. Terlab ketardi. Oyog'ini Chalkishtirib, bir-biriga oyog'ini ishqardi. Bemorga o'sha disk analizm tashxisi qo'yilgan. Disk analizm tashxisi qo'yib, bemor mana 2-3 kurs davoladik. Hozirda bemordagi holati qanaqa bo'lyapti hozir? Yaxshi, yo'q bo'ldi. Qilmayapti. Yo'q bo'ldi. O'sha qiliq qilganda entikib, terlar, muz ter bosardi, entikardi. terlab. Ana qilig'ini uzib tashlasangiz yig'lardi. Ko'p holatlarda disk analizmni ota-onalar tushunmasdan olib yurishaveradi. Bolani yoshi qancha katta bo'lgan sari bu tashxisni davolash shuncha qiyin bo'lib qoladi. Ko'pchilik qurtini hisobiga deb o'ylashadi, ketqichyapti deb. Yo'q, bu unaqa emas. Bolalarning o'sha asab sistemasiga bog'liq holatda jinsiy faoliyati buzilishi. Hozir oxirgi marta qachon qildi? Qilmadi. Buni lecheniyasini vaqtida qarasa qilsa yaxshi tomonga yuradigan kasal. Mana bemorimiz ham 3-4 kurs kelish ekan, mana hozir 1 oy, 1,5 oydan beri qilmayapti deyapti. Lekin yana qayta aytaman, qancha katta bo'lgan sari mana tashxisni davolash bunda ham qiyin bo'lib qoladi. Chunki bemor katta bo'lgan sari haligi qiliqlari ko'payib boradi. Mana uni haligi yaxshi tomonga yurgizish juda qiyin. Shuning uchun iloji boricha o'sha yoshligida dastlab boshlangan paytda qilsa, natija tezroq bo'ladi, osonroq bo'ladi tuzalish. Lekin hozir mana qayta ko'raydi, umuman bunaqa nima yo'q.